Bugungi lokatsiya Olmazor, Qoraqamish 2-4. Shundoqqina Tansiqboy bozorchadan kirib kelganda 4 qavatli uyni hamma sevgan qavati 2-qavatida 5 xona katta oilalarimiz uchun. Hujjatimiz bo'yicha 94 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan kirib yashashlik uchun tayyor xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Oxirigacha ko'ring, uy bilan tanishib chiqamiz. O'rtoqlar, asosiy uyga kirish xatno eshigimiz, ko'rasizlar, hol, bemalol razdelni xonalarni ko'rsak bo'ladi. Xo'p, o'ng qo'lga qaraydigan bo'lsangiz, bitta bolalar yotoqxonasi, buni yonginasidan mehmonxonaga o'tsa bo'ladi, ko'rasizlar. Yorug'larda muammo bo'lmaydi, tashqariga qaragan oynalari bor. Buni yonginasidan kattalar yotoqxonasiga yo'l qilingan, ko'rasizlar. Xuddi shunaqangi to'g'riga qaraydigan bo'lsangiz ham, yana bitta zal, ko'rasizlar, mebel texnikalari bilan, buni yonginasida yana kattalar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan. Uy 5 xona hujjatimiz bo'yicha o'rtoqlar, razdelni sanuzul. Koridor bo'ylab hojatxonasini ko'rsak bo'ladi, yonginasida hammomi. To'g'riga o'tadigan bo'lsangiz, oshxona, mebelirovkani juda ham chiroyli qilingan. Xo'p, verandaga posudamойkalari ko'chirilgan, plitalar bilan bu tomonda o'zidan qolgan mebellari. Bu tomonda bo'lsa 2/6 verandada tapchalarini qilib qo'yilgan ekan, tashqariga o'zini hovliga qaragan ikkitadan oynalari bilan. O'rtoqlar, narxi keladigan bo'lsa 94 ming. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Hozirroq aloqaga chiqsanglar bo'ladi.